Xullas, jangchilar, men sizlarga hozir yana bitta joyda ko'rsataman. Mana Xorazmga o'zi birinchi kelishim. Qiziqaman shunaqa tarixiy joylarga. Xo'sh, Ilhom aka bu tomonni ko'rsating. Mana qarang. Hozir men suvlarni almashtiryapti bu yerda shunday qayiqcha nimalardir. Chiroyli manzara. Yaqinroq kelavering. To'g'rini qarang mana. Hali nimalar, nima tog' echkisi, burgut, xullas hali toqqa chiqmoqchi bo'ladi, tog'ning manzarasini ko'rmoqchi bo'ladi, yana tog' echkisi, yana nimalar, mana yo'lbarslar bor ekan. Ular shunday kelganda, hozir o'rmonning tagidagi tog'ni tasavvur qilaverasizda. Xuddi живой природа qilib qo'ygan, mana qarang. Chotki bo'lgan. Endi bular suvlarni almashtirgandan keyin berlarga, "Va og'a, bu yerga nima bo'ladi keyin suv to'ldirgandan keyin? Bu yerda nima bo'ladi?" Qayiqcha bo'ladimi bu yerda? Ha, qayiqchalar bo'lar ekan, suzar ekan, katamaranchalar, xullas dam oladigan joy bo'ladi-da. Shunaqa.